Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishi mavzusidagi laboratoriya ishini ko'rib chiqamiz. Qattiq jismlarga issiqlik berilganda atomlarning energiyasi ortadi va ularning tebranishi ortib boradi. Shuning hisobiga qattiq jismlarning chiziqli o'lchamlari kengayib boradi. Qattiq jismlarni issiqlikdan kengayishini kundalik hayotda juda ko'p kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, simyog'ochlardagi simlarni ko'radigan bo'lsak, ular qishda tarangroq, yozda esa nisbatan bo'shroq bo'lib ko'rinadi. Buning sababi shundaki, yozda harorat baland bo'lgani uchun simyog'ochdagi simlarning chiziqli o'lchami ortadi, ya'ni ular uzayadi. Qishda esa harorat nisbatan sovigani uchun simyog'ochdagi simlar taranglashib qoladi. Qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishini yana bir joyda ko'rishimiz mumkin. Masalan, poyezd relslarida. Poyezd relslarida ma'lum bir masofalarda oraliq bo'shliq joylar qo'yib ketiladi. Buning sababi shundaki, issiqlikdan kengayish sabab relslar agar mana shunday bo'shliqlar qo'yilmaydigan bo'lsa, qiyshayib ketishi mumkin. Natijada poyezd harakatlanayotganda o'z izidan chiqib ketib, turli avariya holatlarini keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Katta yuk mashinalarini motorlarida kalsiy qoqishda aynan shu qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishidan foydalanadi. Ya'ni u yerda kalsiyni qizdirilgan holatda o'qdan o'tkazib olishadi. Qattiq jismlarning chiziqli o'lchamlari quyidagi formula orqali ifodalanadi, ya'ni L barobar L0 1 plus alfa delta T. Bu yerda L0 boshlang'ich uzunligi, delta T haroratning qanchaga o'zgargani, alfa esa termik koeffitsient bo'lib, har bir modda uchun alohida qiymatga ega bo'ladi. Ushbu laboratoriya ishimizda bizga maxsus shtativga o'rnatilgan sharcha, maxsus halqa, issiqlik manbai uchun quruq yoqilg'i hamda yondirgich zajgalka kerak bo'ladi. Ishning bajarilish tartibi. Dastlab sharni halqadan o'tkazib olamiz. Ko'radigan bo'lsalaring, bemalol shar halqadan o'tmoqda. Endi sharni quruq yoqilg'i yordamida qizdirib olamiz. Sharning qizishiga ma'lum bir vaqt kerak bo'ladi. Mana sharimiz yetarlicha qizib oldi. Endi uni halqadan o'tkazib ko'ramiz. Ko'radigan bo'lsalaring, shar ikkinchi holatda halqadan o'tmayapti, ya'ni unga sig'gani yo'q. Bu esa qattiq jismlarni issiqlikdan kengayishini ko'rsatib beradi. Jismlarning issiqlikdan kengayishi biz uchun foydalimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.